День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. Assalamu alaikum aziz dostlar. Her yılı biz 9 may Qalibiyet gününü çoğun tayarlıqlar bilen qarşı alımız. Sebep, biz sebeler üçün bəxtlik, tınışlı hayat soğa qılğan bu moma akadlerimizge çoğun minnetdarlığımızı etib başlayımız. Dostlar, sizlerge biz dostlarımızın ballıq, mehir şəfqəti bilen etqan her türlük söhbetlerini, çıraylık şiirlerini, hoşallıqlarını görsetmekçimiz. Qeyni merhamet bir göreyli. Soldat anısı. Püttü uruş püttü can. Soldat öldü şıraqda. Qari ana bir aram. Kütər oğlun bırakda. Balam keçe kelse dep. Öçermeydi çıraqni. Gündüz bolsa izdep. Uyumaydı bölekni. Rızkısı dep kozandım. Tabak etse ip koyar. Panam var dep üzemnim. Men bəxtli dep koyar. Dal men cerbep onun jas besigin. Men şık dep yel adan yelke esmin. Adamşa aqta uşun ana üstün. Maydanın pulemyotpen açtı esigin. Maksimin baskan sayın bas parmağı. Жаулардың өліп болды жас тарағы. Атысты ол от ішінде сүңгіліп жүріп. Секілді қамысты көл қасқалдағы. Ай өткен, жылдар өткен, ғасыр өткен. Жеңіспен майдан бітіп жас ер жеткен. Ерлігі ел жүрегін тебіреткен. Ұрпаққа уран болып мәншіп кеткен. Мой дед уходил на войну. За родину шел воевать, и в лучшую сердце весну никто не хотел умирать. Сегодня торжественный день, алые розы в руке. О, это не слезы, поверь, дождинки бегут по щеке. 9 мая весна, 9 мая цветы, и голубь летит в небеса до самой высокой звезды. Повсюду улыбок восторг, седые солдаты в строю. Спасибо, родные, за то, что взяли победу в бою. Ben Husaynov Nicati İlhamov Baxtiyor Namıtkin nömrü 3-cü Otura məktəbinin oxucusuman. Çoğ babam Baratov Abdurşudun ömür bayanını doğruluq məlumatını yazıldım. 1922 жылы Аңтау vilayeti Uyghur nahiyesi Küçük Aksoy Yesida tuğulğan. Ulug Vatan uruşu başlanıp uruşqa atılındı. Artilleristler qatarda bir neçe janlarga qatnashib, orden medallar bilan mukofotlangan. Berlin hujum faşistlar bilan kurashib, yengishga yetgan.
Moskva şehrida o'tgan dastlabki yig'ilish paradiga qatnashgan. Stalin amgigini yuqori baholab alqish xat yo'llagan ekan. Buvan 1989-yılı vafot bo'ldi. O'z ijodimdan she'r yozdim buvamga arnab. Jangovar soldatning a'zoduman kurashgan urushda erlik bilan qo'rqimsiz buvam bilan maqtanman. Tinchlik hayot uchun ta'zim qilib, izni besib chiqar chavrisiman. Buvamdek bo'lishga ham tirishiman. Biz uchun, tinchlik uchun kurashganlar qabri oldida bosh egiman. Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlarga bugun buvam to'g'ri qiziq bir voqea so'zlab bergim keldi. Mening buvam armiyada bo'lgan vaqtida turli millatlar bilan do'st bo'libdi. Tojik, o'zbek, qozoq, qirg'iz va boshqa millatlarning qizlari bor dedi. Mening buvam bir sanitar qizi bilan tanishib qoldi. O qizi o'zbek qizi ekan. Buvam deydi, o'zbek qizi nihoyatda chiroyli, zachaqon edi. O'zi doktor edi. Ham og'rib yotgan soldatlarga qarab, qashqurung'i bizga issiq qaynoq choyni berib bizning ko'nglimizni oladi. O'tirib bizga naqshlarni aytib beradi. San'atga omroq. Bir kuni chiroyli naqsha aytayotganda men asta talaga chiqib ketdim. Chiroyli gulni terib kirib o'zbek qizga sovg'a qildim. Buni ko'rgan barliq soldatlar chavoq kelib garmosh ko'chirishga boshladi. Ishqimiz valsga tushdik. Qiziqib so'zlab berayotganda uyga momam kirib keldi. Buni ko'rgan bovam, qizim boyman aytgan chiroyli, naqshini yaxshi aytadigan o'zbek qizi, mana sizning momingiz bo'ldi dedi. Men xushalligimdan berib momamni quchoqlab oldim. Mening bovam momamni Leningraddan elib kelgan. Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, bahor desgan seringillar intoyin chiroyli. Mushu seringillar o'zining xush burug'i bilan odamlarga intoyin yoqdi. Mushu seringillarni biz 9-mayda o'zimizning veteran bolarimizga sovg'a qilamiz. Mushu seringilni ko'rgan keyin menga bir kinoram ism tushdi. Mush kinoda do'stlar, bizning soldatlarimiz jangdan yengib tushganda poyezlarda qo'llarini ko'tarib, ishlarini chiqarib, bir-birini tabriklab, bir-birini osmonga tashlab, ularni kutayotgan mehribon ota-onalari, yosh qizlar bir quchoq mashtiq seringilni tutilib, bizning soldatlarimizga sovg'a qildi. Do'stlar, endi men mushu bir seringilni elib veteran bovamga sovg'a qilay. Assalomu alaykum adash. Menga guldasturning ajoyib shoirliqi. Men mushu guldastani o'zimning veteran bovamga sovg'a qildirgandim. Sening va kayningda ravon bilan qo'lingda so'g'an turdi-ku. Men o'zimning emgak so'g'an bilan buvamni xushal qilmoqchiman. Keyingi ravonni qilib men buvamning ko'nglini olmoqchiman. Ma'qulligini ko'rishguncha omon bo'laman.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые.